بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hop, oldingi darsimizda bir qancha savollarga javobni o'rgandik. O'sha darsimizga o'xshash yana savolni beraman. Savolga javob berasizlar va keyin o'sha savolga javobni to'liq shaklda olishlikka harakat qilamiz, o'rganamiz. Iymonimizni, aqidamizni, Alloh taologa bo'lgan ishonchimizni yana ham kuchaytirishlik uchun. Siratni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siratlarini nima uchun o'rganamiz? Nima uchun sirat bizga ahamiyatli? Kim aytadi? Ha, yana kim javob beradi? Aniqroq, to'liqroq, ha? O'rnak olishlik. Payg'ambarimizdan o'rnak olishlik uchun. Yana kim javob beradi? Ilyos. Sunnatlarni o'rganib, amal qilishlik uchun va boshqalarga tarqatishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, hayotlarini o'rganib, amal qilib va boshqalarga ham o'rgatishlik uchun. Oldin ham o'zi o'tganmiz buni. Ya'ni yana ham aniqroq, to'liqroq, chiroyliroq javob berishlaring kerak. Ha, kim javob beradi yana? Kim javob beradi? Abdulboriy. Yarhamukalloh. Ha. Rasulullohga itoat qilsak, Allohga itoat qilgan bo'lamiz. Ya'ni siratni o'rganamiz Rasulullohga itoat qilishlik uchun. Kim Rasulullohga itoat qilsa, Alloh taolo oyatda aytgandek, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa itoat qilishlikka, Allohni buyruqlarini qilishlikka chaqiradilar. Ha? Yana kimda nima fikr bor? Qani? Ha, Tohir. Ularga salovat aytish va ularga zikr aytilganda salovat. Rasulullohga salovat aytishlik uchun siratni shunga o'rganamizmi? Yo'q, unaqa emas. Balki Rasulullohning ismi aytilganda Rasulullohga salovat aytamiz yoki yana boshqa holatlarda Rasulullohga salovat aytamiz. U boshqa nima? Rasulullohning siratlarini nimaga o'rganamiz? Ha. Allohga hayotimizni o'rgan. Rasululloh hayotiga o'zimizni hayotimizni O'xshatishlik uchun, ha, Rasulullohning hayotlariga o'zimizni hayotimizni o'xshatishlik uchun, ha. Sahobalarga o'xshashlik uchun. Ha. Endi qaranglar. Siratni biz juda ham ko'p maqsadlar uchun o'rganamiz. Birinchi o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanishlik uchun. Rasululloh kim? Rasululloh qachon tug'ilganlar? Rasululloh nima ish qilganlar? Qanday yashaganlar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimaga chaqirganlar? U kishini amallari nima bo'lgan? U kishini xulqlari qanday bo'lgan? U kishi qanday insonlarga muomala qilganlar? Shularni o'rganishlik uchun, ya'ni Rasulullohni bu bilan taniymiz. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanishlikka, u kishiga ergashishlikka, u kishining yo'lidan yurishlikka, u kishi olib kelgan narsani ushlashlikka bizlarni chaqirdi. Shuning uchun biz Rasulullohni tanib olishligimiz kerak. Rasulullohni tanimasak, Rasulullohni qanday yaxshi ko'ramiz? Ko'p odamlar mana Rasulullohni yaxshi ko'ramiz deydi. Yaxshi ko'rasizmi siz Mujohid Rasulullohni? Yaxshi ko'rasiz, Mashhurbek? Hop, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rsalaring, Rasululloh haqlarida sizlarga eng yoqqan, sizlar yaxshi ko'rgan nimani bilasizlar? Aytinglarchi qani? Ular haqlarda. Ha? Nima yo'q? Yolg'on gap ulardan so'rayapman, siz javob berasiz. Mashalloh, yaxshi. Sizga masalan mana shu tomoni yoqqani, Rasululloh umuman yolg'onchi bo'lmaganlar, yolg'on gapirmaganlar, ha? Shu nima hammaga kim bo'lsa ham kafir bo'lsa ham musulmon bo'lsa ham shof bo'lsa ham bir xil muomala qilgan. Hammaga bir xil. Kambag'al u boyga, hoja bo'lsa ham, qul bo'lsa ham, ayol bu erkak hammaga nima qilganlar? Bir xil. Odamlarni ajratmaganlar, bir xil muomala qilganlar. Ha, Abdurashid. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammaga tushuntirib gapirgan anaqa yana bitta anaqa bor. Rivoyat ismi masjidda bitta odam singanda. Ha, masjidga kelib bitta arobiy odam, qishlardan kelgan odam, ha. U anaqa qilgan. Keyin hamma uraman deb turganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, urmanglar. Urmanglar. Borib tushuntirgan. Chiroyli, ya'ni unga tushuntirganlar, dinni chiroyli o'rgatganlar.
axloq odobni chiroyli o'rgatganlar. Bunyod. Qaysi amallar yoqqan Rasululloh? Omonatdor bo'lganlar, to'g'ri so'z bo'lgan. Dinni to'liq yetkazganlar. Shu tomonlari yoqadi sizga Firdavs. Ayollarni sabrli, Sallallohu alayhi vasallam. shirin so'z, Shirin so'z, yumshoq bo'lganlar. Qaranglar, hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunaqa shirin so'z, yumshoq bo'lganliklariga bitta masalan sizlar uchun men misol keltiraman. Bir bola bo'ladi. Mahallada xurmo bog'i bo'ladi. O'sha xurmo bog'iga borib tosh olib tepaga otadi. Ya'ni xurmoni tushirishlik uchun. Mahallada bolalar bo'ladi-ku, o'rik pishganda, yoki boshqa mevalar pishganda tosh olib otadi. Nima qilishlik uchun? Tushirishlik uchun, yeyishlik uchun. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytiladi, falonchi bola tosh olib xurmoga otyapti. Shunga aytsangiz, otmasa deyilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi bolani chaqiradilar, "Ey g'ulom" deb. Ya'ni g'ulom, "Ey g'ulom" deb chaqirishlik bu yumshoq chaqirishlik bu. "Ey falonchi, ey tarbiyasiz, ey ahmoq, voy nima ota-onasini aytganini qilmaydigan" demadilarda, balki nima deb chaqirdilar? "Ey g'ulom, ey bola" deb chaqirdilar. Yumshoq chaqirishlik hisoblanadi bu. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xurmoga tosh otmagin, balki pastga to'kilganlarini yegin deganlar. Pastga tushganlari bo'ladi-ku, to'kilganlari bo'ladi. Shunaqalarini yegin. Chunki u nima bo'lgan? Och bo'lgan, qorni och bo'lgan. Xurmo yeb qornini to'qlamoqchi bo'lgan. Yuqoriga otadigan bo'lsa nima bo'ladi? Ozor bo'ladi. Xurmo egasiga ham, u ham o'sha xurmosini pishirib sotaman deb turgan bo'lishligi mumkin. U tosh birovning boshiga tushishligi mumkin. Birovga zarar berishligi mumkin, birovning tomiga tushishligi mumkin. To'g'rimi? U zarar berishligi mumkin. Odamlarga zarar berishligi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'shani oldini olinma deganlar, tosh otma deganlar. Balki pastga o'zi tushganlari bo'ladi, pishib to'kilganlari bo'ladi. O'shalaridan olgin deganlar. Keyin o'sha vaqtda shu gapni gapirganlaridan keyin hali bolaning boshini silaganlar. Qarang, boshini silaganlar. Bu nimaga dalolat qiladi boshni silashlik? Aytinglarchi, nimaga dalolat qiladi? Yaxshi muomala qilinganligiga dalolat qiladi. Qo'pol muomala bo'lsa, boshiga nima qilish kerak? Solish kerakmi? Solish kerak. Boshiga bir soladi. Nima qilyapsan sen? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unaqa qilmaganlar. Balki boshini nima qilganlar? Silaganlar. Va keyin Allohga duo qilganlar, "Ey Allohim, shuni qornini to'qlagin" deb. Ya'ni duo ham qilganlar. Shuni qornini to'qlagin deb. Chunki u tosh otayotganda nimaga otyapsan deganda, shu qornim och, shunga xurmo olib yeyishlik uchun otyapman degan. Ya'ni bu misol, bitta misol bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bunaqa, ya'ni yaxshi, shirin muomala qilgan o'rinlari juda ham ko'p. Mana shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biz qilgan ishlaridan o'zimizga ibrat olishlik uchun Rasulullohning siyratlarini o'rganamiz. Rasulullohni tanishlik uchun, Rasulullohga ergashishlik uchun. Hozir mana ko'pchilikdan so'rasangiz, hozirgi masalan dunyoda mashhur bo'lib turgan insonlarni taniysanmi desa taniydi, to'g'rimi? Artistlar bo'lsin, aktyorlar bo'lsin, san'atkorlar bo'lsin, sportchilar bo'lsin, futbolchilar bo'lsin, yoki yana MMAchilar bo'lsin, Habibni hamma taniydimi? Habib tanimaydigan bormi? Qo'lini ko'tarsinchi. Kim tanimaydi Habibni? Mashalloh, hamma tanir ekan, to'g'rimi? Habibni hamma taniyapti. Yana boshqa sportchilar bor. Ronaldo'ni hamma taniydi, to'g'rimi? Messini hamma taniydi. Neymarni hamma taniydi. Yana kim edi? Mbappe. Uni taniydi hamma. Yana boshqalari taniysizlar, to'g'rimi? Yusuf taniysizmi siz? Kimni taniysiz? Futbolchilardan. Bismillah. Kimni taniysiz? Messini, mashalloh. Messini taniydi mana. Hamma o'shaqa mashhur odamlarni taniysizlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanishligimiz qanchalar? O'zimizga bitta savol berishligimiz kerak. Rasulullohni taniymizmi? Rasulullohni qanchalar taniymiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb hamma payg'ambarimiz ismlari Muhammad, otalarining ismi Abdulloh, onalarimiz ismi Omina deb hamma aytib beraveradi uni. To'g'rimi? Uni hamma aytib beraveradi. Lekin Rasululloh nima qilganlar, nimaga chaqirganlar, qanday yashaganlar?
Rasulullohga o'zimizni o'xshatishligimiz, o'sha Messiga o'zini o'xshatadi. Ha, futbol o'ynayotganda o'shani qiliqlarini qiladi yoki Ronaldonikini yoki yana boshqalarnikini qiladi, to'g'rimi? O'shanga taqlid qiladimi? O'sha qilayotgan narsani nima qiladi? Qilishga harakat qiladi. Vaholanki ular musulmon emas, kofir ular. Bilasizlarmi Messi musulmon emasligini yoki Ronaldo musulmon emasligini? Habibki endi musulmon. Bularni mana taniymiz, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanimaymiz. Ya'ni Rasululloh masalan Makka da necha yil da'vat qilganlar? 3 yil, 13 yil, 13 yil da'vat qilganlar. 13 yil, ha? Mana 13 yil. Ko'ryapsizlarmi? 3 yil deyapti. Bilmas ekanmi? Mana shunday. Holatimiz mana shunday. 13 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vat qilganlar. Madinada-chi, Madinada? Madinada necha yil da'vat qilgan? 10 yil. 5 yilmi, 10 yilmi? Abdulloh necha yil? 5 yilmi? 10 yil? Qayerda eshitgansiz 10 yil ekanligini? Hozir eshitdim. Mana ko'ryapsizlarmi? Necha yil Tohir? 5 yilmi, 8 yilmi, 10 yilmi? Qani 3 ta variant bor. 5 yil, 8 yil, 10 yil. Qani? Ha? 8 yil, maşallah, mana 8 yil. Yana kim aytadi? İlyos necha yil? 10 yil bo'lsa kerak. Ko'ryapsizmi? Bo'lsa kerak. Yana necha yil? Necha yil? 8 yil, 10 yil, maşallah, ha? 10 yil. 10 yil? Hayır. Ha, Abdurashid. Payg'ambar Buni yo'q. 23 yil da'vat qilib Ha, maşallah 23 yil da'vat qilgan. 13 yil, ha. Ha, qolgani Madina. Madinada bo'lgan. Ha. Yana kim biladi? Yunus, aytingchi Muhammad Yunus. 10 yilmi? Madinada 10 yil. Abdurahmon 13 yil? Ha, maşallah. Ha, 13 yil Makkada, Makkada 13 yil, Madinada 10 yil. Ha, 10 yil. Mana shularni bilishligimiz kerak. Makkada nimaga chaqirganlar? Madinada nimaga chaqirganlar? Kim aytib bera oladi? Kim agar Makkada bunaqa narsalarga chaqirganlar, Madinada bu narsalarga chaqirganlarni to'liq aytadigan bo'lsa, o'shanga nimam bor? 13 yil la ilaha illalloh. 13 yil la ilaha illallohga. Yo'q, Madinada ham la ilaha illallohga chaqirganlar. Asosiy, ya'ni nimalarga bo'lgan? Asosiy. Ko'p o'zi umumiy bo'lgan nimalar? La ilaha illallohga chaqirganlar, u birinchi o'rinda. Madinada ham shunga chaqirganlar, lekin asosiy qilgan ishlari. Ha? Ha? Butga sig'inmaylar. Ha? To'g'ri yo'lni ko'rsatganlar. Ha, to'g'ri yo'lni. Harom ishlar. Ha? Ha, odobga chaqirganlar. Ha. Ya'ni qaranglar, ya'ni Makkadagi, ha Abdurahmon. Makkadagi kofirlar ketsin. Ha, maşallah. İyi. Ha, Muhammed. Ha, jannat va jahannamni ogohlantirgan. Qaranglar. Makkada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil aqidaga chaqirganlar, Allohni o'ziga ibodat qilishlikka chaqirganlar. O'limdan keyin qayta tirilishlik bor ekanligi, qiyomat masalan hozir ko'plaring 30-juzda masalan Amma surasi, Naba surasini o'qidi hali Muhammad Yusuf. Mana shu surada kelgan mana qiyomatdagi bo'lgan nimalar yoki Naziat surasida yoki yana boshqa nimalarda qiyomat qanday bo'ladi, uni dahshatlari, shulardan ogohlantirganlar. Ya'ni Allohga qullik qilish, Allohni o'ziga ibodat qilish, dunyoga nima uchun kelganmiz, nima uchun yashayapmiz, ertaga o'lsak nima bo'ladi, qiyomat kuni nima bo'ladi? Hamma o'ladi, to'g'rimi? O'limni hech kim inkor qila olmaydi. Shu narsalarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilganlar? Madinada, Makkada o'rgatganlar. Asosiy e'tiborlari shu tomonga bo'lgan. Madinaga o'tgandan keyin shu narsa yana davom etgan. Lekin Madinada ko'proq nima narsani qilishlik halol, nima narsani qilmaslik, qilishlik harom, bular nima qilingan? Nima narsani qilishligimiz kerak, nima narsani qilmasligimiz kerak. Qilishligimiz kerak bo'lgan narsa, qilmasligimiz kerak bo'lgan narsa. Bu narsa halol, bu narsa harom degan narsalar nima bo'lgan? Kelgan. Asosiy shu narsalar bayon qilingan. Qayerda? Ha, Madinada. Shuning uchun Madinadagi oyatlarni qaraydigan bo'lsangiz, ko'p oyatlari ahkom oyatlar degani nima halol, nima harom, shuni bayon qilib beruvchi oyatlar. Tushunarlimi? Nima halol, nima harom. Ha, shuni. Masalan, aroq qachon harom bo'lgan? Madinada harom bo'lgan.
Madinada harom bo'lgan. Yana bir qancha o'sha harom bo'lgan yoki halol qilingan nimalar, ishlar, qilinadigan amallar. Demak, xulosa bo'lib chiqadiki, Makkada aqidaga ko'proq iymonni kuchaytirish, Allohga bo'lgan ishonch, Allohni tanishlik, ma'rifatulloh, Allohni o'ziga ibodat qilishlik. Mana bu ishonch nima bo'lingan? Ko'proq shakllantirilgan. Keyin Madinada bo'lsa, o'sha shakllangandan keyin bu halol, bu harom. Buni qilish kerak, buni qilmaslik kerak. Shu narsa nima bo'lgan? Shakllantirilgan. Mana shunday. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biz hayotlarini o'rganamiz Rasulullohga ergashishlik uchun. Va keyin yana asosiy Rasulullohning siyratlarini o'rganishlikda asosiy kerak bo'lgan maqsadlardan biri Qur'onni tushunishlik. Qur'onni tushunishlik. Qur'on Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga voqelikka qarab sekin-sekin tushdimi? Sekin-sekin tushdi, voqelikka qarab turib Qur'onga nima qilishdi? Amal qilishdi. Qur'onni hayotlariga tatbiq qilishdi. Ya'ni Qur'onda oyatlari kelganda buni qil, buni qilma degan oyatlari kelganda ular amal qildi. Hozir mana 30 pora Qur'on qo'llaringda turibdi. Mana shu Qur'on 23 yil mobaynida tushgan, bilasizlarmi? Birdaniga tushmagan bu Qur'on. Balki 23 yil mobaynida odamlarning holatiga qarab, voqealigiga qarab sekin-sekin nima bo'lgan? Qur'on tushgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rgansak, shu Qur'onga qanday amal qilishlikni nima qilamiz? O'rganamiz. Chunki Rasulullohning hayotlari tirik nima bo'lgan? Qur'on bo'lgan, tirik Qur'on. Ya'ni Rasululloh Qur'on bilan yashaganlar. Ya'ni aytganlarki, u kishining xuluqlari Qur'on edi deb. Qur'on bilan u kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yashaganlar. Demak, siyratni o'rganadigan bo'lsak, Qur'onni tushunamiz va Qur'onga qanday amal qilishni kerakligini o'rganamiz. Tushunarlimi? Va yana siyratni yana katta foydalaridan biri bizga qanaqa hayotni qaysi o'rnida bo'lsak ham, qaysi joyda bo'lsak ham, Afrikada bo'lasizmi, O'zbekistonda bo'lasizmi yoki boshqa joyda bo'lasizmi va zamoningiz qaysi zamonda, oldingi zamonmi, keyingi zamonmi, qanaqa bo'lsin, o'sha joyda chiroyli muomala qilib, voqelikka qarab amal qilib ketishni o'rgatadi. Amal qilib ketishni o'rgatadi. Ya'ni qaysi holatda bo'lsangiz nima qilasiz? O'sha holatda odamlar bilan qanday muomala qilinadi, qanday gaplashiladi, qanday aloqa qilinadi, kofir bilan qanday aloqa qilinadi, mushrik bilan qanday aloqa qilinadi. Bularni hammasini bizga kim o'rgatib beradi? Siyrat o'rgatib beradi. Rasulullohning hayotlari o'rgatib beradi. Shuning uchun siyratni o'rganishligimiz muhim. Sahobalar, salaf solihinlar farzandlariga siyratni go'yoki Qur'ondan bir surani o'rgatgandek, masalan, sura yodlayapsizlar-ku o'zingizlar, o'shani o'rgatgandek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratlarini ular bolalariga o'rgatishgan. Masalan, Qur'onning surasini yodla deb o'rgatishgan bo'lsa, siyratni ham mana shunday o'rgatishgan. Va yana bir qancha siyratni o'rganishligimizning foydalari bor. Ko'p foydalari bor. Shuning uchun siyratni o'rganamiz, hayotimizni har tomonlama yaxshilashlik uchun. Hayotimiz hamma tomonlama yaxshilanadi agar siyratga e'tibor bersak. Siyratni ham o'qishlikda haligi bir hikoya, rivoyat erta o'qilganda o'qimasligimiz kerak. Siyrat unaqa emas, siyrat foyda olishlik uchun o'qiladi. Ba'zan masalan kitoblarda o'qiladi-ku, bir ertaklar, bir rivoyatlar, bir hikoyalar. O'shalarda unaqa bo'lgan ekan degan odam hali tushunchaga ega bo'ladi-da, bir maza qilib oladi bir o'sha rivoyatni eshitgandan keyin. Yo, siyrat unaqa emas. Shu bilan birga o'sha maza qilib eshitasiz, foydalanasiz, shu bilan birga siyratdan nima qilasiz? O'zingizga foyda olasiz. Nimani qilishingiz kerak, nimani qilmasligingiz kerak. Shu narsani qayerdan o'rganar ekanmiz? Siyratdan o'rganamiz. Va yana bir qancha foydalari bor, inshaalloh uni darslar davomida o'rganamiz va foydalarini inshaalloh chiqaramiz. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.